Assalomu alaykum hammaga. Biz o'tgan darsda tabiiy gazni namlik va gazokondensatdan tozalashni o'rgangan edik. Bugun esa tabiiy gazni zararli qo'shimcha bo'lgan nordon gazlar, vodorod sulfid va karbon angidriddan tozalashni o'rganamiz. Ushbu sxemada siz tabiiy gazni absorpsiya usuli orqali nordon gazlardan tozalashni o'rganasiz. Avvalambor tabiiy gaz mana bu yerdan kelyapti, ya'ni absorpsion kolonnaga berilyapti. Absorpsiya jarayoni o'tgan darslarda o'rgangan edik, ya'ni suyuqlik sirtiga gaz va suyuqlikning yutilishi hisoblanadi. Bu yerdan beriladi tabiiy gaz, yana pastroqdan. Tabiiy gaz bosim evaziga yuqoriga harakatlanadi. Bu yerda nasatga bor. Yuqoridan esa suyuqlik beriladi, ya'ni amin suyuqligi, dietanoamin yoki etanoamin, monoetanoamin yoki MDA metil dietanoamin kabi yutuvchi suyuqliklar yuboriladi. Ushbu suyuqliklar tabiiy gaz tarkibidagi vodorod sulfid va karbon angidridni yutadi, boshqa gazlarni yutmaydi, sirtida yutadi va pastga tushadi. Bu yerda nasatka mavjud. Nasatkan vazifasi tepaga chiqayotgan tabiiy gaz bilan forsinka orqali pastga qarab purkayotgan amin suyuqligini kontakt yuzasini oshirish. Natijada tabiiy gaz tarkibidagi vodorod sulfid va karbon angidrid yaxshi yutiladi va pastga cho'kadi. Bu yerda yig'iladi. Yuqorida demister qo'yilgan. Demister vazifasini o'tgan darslarda aytgandik. Bu yerdan chiqqan tabiiy gaz keyingi jarayon, ya'ni DSga adsorpsiya jarayoniga yuboriladi. Bu yerda keyingi darslarda o'rganamiz. Ya'ni namlikdan va qolib ketgan mana shu nordon gazlardan tozalanish uchun ishlatiladi. Bu yerdan hosil bo'lgan amin suyuqligimiz, ya'ni tarkibida vodorod sulfid va karbon angidrid mavjud, yutgan. O'shani shtur-shtur yubormaymiz, chunki dietanoamin yoki etanoamin juda qimmatbaho suyuqlik hisoblanadi. Uni biz regeneratsiya qilib qaytadan ishlatishimiz mumkin. Avvalambor shu suyuqlik nasos orqali teploaminik, ya'ni isituvchi qurilmamizga yuboriladi. Bu yerda qisman qizitiladi, 127 gradusgacha, 130 gradusgacha qizitiladi. Qizigan suyuqlik, ya'ni tuyulgan suyuqlik ikkinchi kolonnamiz, ya'ni regeneratsiya kolonnaga beriladi. Bu yerda desorpsiya degan bo'ladi, ya'ni sorpsiya yutilish bo'lsa, desorpsiya, ya'ni chiqarish jarayoni ketadi, ya'ni aminga yutilgan vodorod sulfid va karbon angidrid amin tarkibidan ajratiladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa nasatkalar mavjud yoki tarakalar mavjud bo'ladi. Qizdirish natijasi evaziga yutilgan van der Waals kuchlari evaziga yutiladi. O'sha amin suyuqligiga van der Waals kuchlari evaziga yutilgan vodorod sulfid va karbon angidrid ajralishni boshlaydi va kolonnaning yuqori qismidan chiqib ketadi mana bu yerda. Nasib bo'lsa, keyingi darslarda o'rganamiz. Ya'ni ushbu gazlarni shu atmosferaga qo'yib yuborish mumkin emas. Hozirda ko'plab gazni qayta ishlash zavodlarida vodorod sulfiddan oltin gumurt olish texnologiyasi, ya'ni klaus texnologiyasi ishga qo'yilgan va bu standart talab hisoblanadi zavodlar uchun. Pastga tushgan amin suyuqligimiz toza hisoblanadi va uni qaytadan biz nasos orqali mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana kolonnaga bersak bo'ladi, forsinka orqali purkab bersak bo'ladi. Ushbu sikl amalga oshiriladi, mana to'xtovsiz amalga oshadi. Qachonki bateriya bo'lsa, yana yuqoridan amin suyuqligi miqdori oshib chiqib ketsa, qisman berib turiladi, kam miqdorda, lekin ko'p berilmaydi. Va shuningdek, regeneratsiya kolonnamiz sovib turmasligi uchun mana bu yerda bug' bilan qizib turiladi. Bug' beriladi, mana qizib chiqib ketyapti. Ushbu sxemada siz tabiiy gazni absorpsiya usuli orqali nordon gazlardan tozalashni o'rgandingiz.